va Lola o'yinini App Store yoki Play Marketda hoziroq yangilab oling. Do'stlar, mana buni yangilik desa bo'ladi. Endi siz Bek va Lola o'yinida o'z shaxsiy akkauntingizni yaratishingiz mumkin. Unga o'zingizning nomingiz hamda suratingizni ham joylashingiz mumkin. Qolaversa, endi Bekni biroz qiynab unga og'irroq gantellarni ko'tarib berishingiz mumkin. Zo'ra va eng asosiysi, siz sevgan bekinmachoq o'yinida butunlay yangi bekinmachoq xonasi paydo bo'ldi. O'yinni hoziroq Play Market yoki App Store'dan yuklab oling.